Akam o'chib qo'yganlar, hozir ko'ramiz nima bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. Salomatlik, charchasiz videoga olma, rozi bo'lasiz. Charchasiz. Shunisiz nima bo'ldi aka? O'zim o'chib qoldi. Qatingiz tutadi? Men ichdan sasigan hech kim yo'q. Gazi bormi? Yo'q, bizim. Akam mashinani tekshirdim, sasib ketdi dedilar, qanaqadir hech chiqib ketdi dedilar. O'rchilar uka har doimgidek istaklar muammosi, kudatchigina chegara erib ketgani. Ipridan haytilari otgan, o'shanga o'chib qolgan mashina. Bo'ldi aka? Bu xizmat bo'lsa alohida emas. Joniy sog' pult qo'yish kerak bo'lsa, ism Jahongir, pultingizni ham qo'yib yuboramiz. Aytsangiz borib ham qo'yib beraman, muammo yo'q. Bo'l, xo'p bo'ladi. Aka salomat bo'ling, charchamang. Akamlar ishlarni cho'tki qilib bitirib berdik. Chunki shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, men bilan murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha inshaalloh tezroq kelib ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Akamlarda sudatchilar erib ketgan, o'shandan shunaqa bo'lgan, o'chib qolgan.